She'riyat xizmatlariga Kamina Nurmat Imomovdan alangali salom. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Ildiz otib palak yoygan har joyda, balchiqda ko'lmakda sasigan soyda, ular bor ekan harovat qayda, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Tap tortmaydilar harom qarishdan, razolatdan yomon har ishdan, yovuzlik, tubanlik sari borishdan, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Millatni ayamay sotgan ham ular, uyalmay bez bo'lib qotgan ham ular, asl farzandlarni otgan ham ular, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Ko'rsatib o'zini do'sti jonajon, o'qlarini yog'dirgay pisib panadan, asli tug'ilgandir shunday onadan, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Qo'ymagaydir ular qaviq ishini, suqib olar bildirmay doim nishini, yostig'in quritgan nini kishini, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Orangizda yurar ular oralab, sotar nomingizni bulg'ab qoralab, yuragingiz o'yar kaslar yaralab, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Nur Muhammad emas cho'pchak afsona, hushyor bo'l g'aflatda qolmagin yana, ortingdan poylashib turibdi ana, qo'rqinchlidir behad do'stga xoinlar. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.